u gap ko'p, tong atguncha gapirsak ham tugamaydi. Endi har qaysi ozgina shirin bo'lib, ozgina o'yin, ozgina kulishib, ozgina ashula qilib, ba'zimiz davom etkazaveramiz. Hali gaplarni boshlaganimiz yo'q. Bu kirish so'zi repetitsiya qilyapmiz. Ha, bo'ldi. Uni o'rtoqlar, mana hozir jinni bizga vaqt berildi bular tomonidan. Bu yaxshi oldu. Mana Qo'qonda jinnixona bor o'rtoqlar. Juda yaxshi joy deng. Kirsangiz odam chiqqingiz kelmaydi. Havas qilib ketasiz. Bitta jinni kamalak ko'tarib ketayotganimish. Qayoqqa desa urushga. O'qing yo'g'u desa dushman tomonidan kelib qolar debdi. Kelmasa-chi desa unda urushmaydi deyarmish. Qarang. Jinnixonaning yonida bittasi xalat kiygan turgan ekan, gilavorashga qaydan boraman desa olib borib qo'yaymi debdi. Mayli debdi. Hani qo'ltiqlab olib vang mana shu kiraz 1 so'm bering debdi. Shaydan 1 so'm beramanmi desa, bermaysizmi deb cho'ntegini kovlayotgan ekan, qo'rqqandan 1 so'm berib, keyin doktorga aytdiki, mana bittasi vang deb mana shu kiraz 1 so'm bering deb, do'qqa 1 so'mni oldi desa, parvo qilmang, jinni olmasdan burun taksi haydar deyarmish. Qarang. Gitler jinnixonaga kelsa, haligi hamshira jinlarni qator qilib qo'lini ko'targizib, "Hay, Gitler!" deb qator turgan ekan, haligi hamshira shunday smirna qo'lini pastga qilib tursa, Gitler aytdiki, "Nima uchun bular hammasi ches beryapti, sen menga ches bermayapsan?" desa, "Men jinni emasman" degan ekan. Jinnixonaning ro'parasi ikkitasi mushtlashaysa, jinnilar derazadan qarab turib, "Ura! Jag'a sol! Ha, bobla" deb desa, hali ikkovi shu jinnilarga kulgili bo'lib mushlashib o'tiramizmi deb mushlashni to'xtatib, bittasi ko'chani u yog'i, bittasi bu yog'iga o'tib, bittasi aytdiki, "Men seni odam deyursam, sen asl ho'tiga ekansan" debdi. Desa, unisi aytamish, "Men ham seni odam deyursam, sen asl eshak ekansan" desa, haligi jinnilar qarsoqcha olib kulayotganmish, "Va, ikkovi ota bola ekan" deyamiz. 5-6 ta jinni tog'oraga suv quyib qarmoqtashib o'tirganmish. Ana. Mana deb o'tirsa, gilavrach o'tib ketatirib, "Haygillar, baliq ovlayapsizlarmi?" desa, "Alo, jinnini qaranglar, buni ichida baliq nima qiladi?" deyamiz, qarang. Jinnixona sartarosh kelib jinlarni sochini olayotgan ekan, bitta jinniga aytdi, "O'rtoq, seni boshingga bitta miq qoqib qo'yik, sochingni olatirib, mashinkasi miqqa tegib sinib qoladi, rosa kulamiz" debdi. Bo'pti debdi, katta miqni olib kelib boshiga qo'yib bolg'aman, endi uraman desa, hali o'tirgan nima deyamish? "Ey, miqqa uraman deb tom boshimga urib olmag'in" deyamishda, qarang. Bitta jinni katta patinkaga ip baylab, sudrab, "Bobik, bu" deb doktorning oldiga kiribdi. Doktorlar ham jinlarning ko'niga qarab gapiradi, bo'lmasa so'kib o'raveradi. "Ha, haybatilloh, Bobikni boqiyapsizmi? Non-pon beryapsizmi?" desa, doktor, jinni pinni o'rganmisiz? Kalla bormi? Bu Bobik emas, patinka" debdi. O'zi bah deb kelyapti. Hay, doktor kulgusida o'zini ushlab tashqariga chiqib kelsa, nima deyapmish? "Bobik, doktor rosa bobladi" Top. Endi ballarda shu sizlar bo'ldi. Mayli, o'rtoqlar.